Ulardan qaytishimiz bilan Ramazon arafasi bilan davomlik qilishga keldik. Akalarimizni uchun mana qarzlar ham bor ekan. Nechi pul ekan aka buni kilosi? Kilosi 100 ming. Kilosi 100 mingdan. Lekin rostdan shirin ekan. Rostdan zo'r ekan. Xullas Ramazonga nimalar olish kerak? Birma biroz ko'rsatishdan. 3 grammdan bu. Ramazonga eng kerakli narsalar meva-chevalar, immunitetni ko'taradi. Pomidor, shunaqa narsalar. Asosiysi xurmo. Xurmoni ajva degani bor. U sog'liqqa yaxshi, lekin har kunlik yeyishga, to'q tutishi uchun men bu Eronnikini tavsiya qilaman. Chunki payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan ajva xurmosini imенно sog'liq uchun iste'mol qilganlar va tavsiya qilganlar. Miyani yaxshiroq ishlatilganligi shu yong'oq va mayizlar. Xullas ko'p narsa xarid qilish kerak emas, chunki isrof bo'ladi. Soat hozir necha aka? Kechasi 12:20 akalarimiz beminnat Food City namozgoh ko'chasidagi xizmat qilishyapti. Ularga shukr, katta rahmat.